Ana qonun, ana qoida, O'zbekistonning qonuni umuman bormi? Bu murojaatim mening prezident ko'ramagan, ko'rmaydi-da. Ko'rmaydi-da, foydasi yo'q dedi-ku menga yana chiqqan vaqtimda sotdan. MIP'ga o'tib ketib, sot qarori chiqarib, mana nelikni to'lamading sen degan qog'ozining ostida turadi, hamma biladi. 18 ming so'mmi pochtaning rasxoti deb turadi. Odamlar o'ndirish to'lamaganing uchun 900 ming bir narsa ming so'm yana ishtirok mindiradi. To'lamaganing uchun vaqtida. Biroq shu to'lamni noqonuniy qilib o'tiribdi-da. Kadastr kelib turib, bizlardan ruxsatimisiz yo'q. Yer qo'shib o'tiribdi. Oradan 3 yil o'tib o'zlarini chaqirsak kelib tekshirib o'tirib, 3 yilning ichida 10 necha million bo'lib baratur u pul. To'lanmagan pul. Majburiy to'latib o'tiribdi baribir. Baribir plastikdan yechib o'tiribdi-da majburiy. Endi neymiş? Men ya şunu to'layverishim kerak. Nizashti yemagan somsama pulni to'layverishim kerak. Ya buni yeshtiraman desam, borib dedi kadastrdan ma'lumotnoma olib ketdi. 2 kunim ketdi. Kadastr videolar ham turibdi. Kadastr uyida yo'q, telefonni ko'tarmaydi, ishxonasida yo'q. Boshlig'ini jalb qilaman deb boshlig'ina kirsam, boshlig'i yo'q, boshlig'ining o'rinbosari yo'q, inspektori yo'q. Oxiri bugun evitda bitirib chiqdim shu narsani. Kadastr yozib berdi, zo'rg'a yozib berdi. Texnik nosozlik sababli bularning 12 sotuk yerini palang gektar yer qo'shilib ketibdi. Bo'ldi-da, endi quvonib chiqdim. Endi sotga borib mana qog'oz, mana kadastrning ustidan deb yozaman. Sot bo'ladidag'in bo'ldi, shu qachon to'lagan pulni qaytaradi, mana kelib turgan qarzdorlikni o'chiradi deb o'ylab sotga borsam, sot aytadi, sotning birovlari aytadi, 6 dana 7 dana sot qarori chiqibdi deydi. 7 dana sotning qarorini men har birini bir dana ariza yozaman ekan. Har birini 80 ming so'm ekan bir dana ariza yozishim. 80 ming so'm. Undan keyin bu sot har birini ko'rib, har birini bekor qilib o'tiradi ekan. Mening ketgan vaqtima kunga 300 ming so'm, 400 ming so'm pul topsam, ketgan vaqtima ana pochta qog'ozina pul oladi 18 ming so'm rasxotini. Fuqaroning rasxotini ketgan kunini 300-400 ming so'mni kim to'laydi? Mening ariza yozganimga rasxotima pulni kim to'laydi? Qo'shib to'laymagan men shular. Men shu undan keyin yana bir nerim chiqib turgan yeri, buni shu yerdagi advokat qizlarga shularga aytdim. Birovning xatosi, mening xatam emas bu. Mening nerim chiqib baratirdi hozir. Mening xatam emas. Kadastrga men menga yer ber deganim yo'q. Mening ruxsatimsiz mening uyimga yer qo'shib o'tiribdi 12 sot. Yer qo'shib o'tiribdi, mening xatam emas. Buni yechish uchun men uchun yugurishim kerak. Men uchun ishimdan qolib ketib turib men yugurishim kerak. Ne uchun? Bir, nerimni chiqarishim kerak. Iltimos etib yolvorishim kerak. Pul rasxot qilishim kerak. Kelib ketishim uchun yo'lkira to'lashim kerak. Ne uchun? Oxirida shu qilgan qiliqlarini men ne desa shuni yetib oxirida sotga borsam, menga shu rasxotlarimni chiqarib beraman qo'shib. Ana shu MIP'ga o'tib ketgan menga shu nelikka to'lagan pullarimni qaytaradi-ku. Qaytarsa uni. Shunga qo'shib mening kelib ketgan yo'l kirayimdi. Ana shu pochta qog'ozini to'lattirganda yetib, ishtirobini to'lattirganda yetib, yenada menga qo'shimcha pul beraman ishdan qolganlarimni, nervim chiqqanlarini, har yerga borganlarimni, advokatlarga borganlarimni 3 yildan beri yuguraman shuni ko'timda, 3 yildan beri. Foydasi yo'q ekan, to'lamayman deyman, ketib qolaman. Plastikdan olaveradi. Oda kamday, ko'rdingmi? Kreditga pul yetmay qolib, nelikka olib turgani uchun, yerga, noqonuniy yerga olib turgani uchun kreditga pul yetmay qolib, kreditdan MIP'ga o'tib ishtirok bo'lib turibdi. Kreditga MIP'ga o'tgani ishtirobida ana shu kadastrning xatosining sababi. Agar kadastr shu xatoni yetmaganida, ana shu plastikdagi pul kreditga pulni yetar edi, MIP'ga o'tmas edi. Bularga kim javob? Hozir men shunday yana yuguraverishim kerak ekan, hali ko'p yugurishim kerak ekan. Har bir qarorni qaytadan sotdan iltimos etib chiqartirib olishim kerak. Ona har birini o'tirib yozishim kerak. Men yozmayman dedim, men harakat etaman dedim. Yerda yozadigan qizlar bor ekan. Ular 80 ming so'mdan pul oladi ekan tanasini. Nish etish kerak? Ne uchun men yugurishim kerak? O'zi ne bo'lib ketdi, bir yashamay ekanda, yashamay qo'yar ekanda, Kim javob beradi bunga?